Bugun atrof muhitni muhofaza qilishda va plastik chiqindilarni kamaytirishda yoshlarning tashabbuslari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Organic Living ekologik startapi asoschisi Oydin Po'latova. Uning loyihasi plastik chiqindilarni kamaytirish va ekologik mas'uliyatli iste'mol madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Keling, suhbatimizni boshlaymiz. Uy xo'jaligidagi mahsulotlar qanchalik darajada plastik chiqindilarni hosil qilayotgani, juda katta ekologik o'sha katastrofa darajasidagi muammoligini bilganimdan keyin shu yo'nalishga kirib kelganman. Inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lgan komponentlardan tayyorlangan bo'lib, o'simliklar asosida ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham inson salomatligiga xavf darajasi juda ham past darajada. Qadoqlash jarayonida biz nol chiqindi va refill sistemasini qo'llashga harakat qilganmiz. Biz mahsulotni har oy ishlatadigan bo'lsak va undan chiqindilar chiqaraversak, har oyda yoki har yilda hisoblaganda juda ham katta tonnalab plastik chiqindilar poligonlarga ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bizda o'sha zero waste, ya'ni nol chiqindi va refill konsepsiyani ilgari surganmiz. Bu qadoqlash turi orqali birinchi navbatda biz uy xo'jaligida ishlatilayotgan mahsulotlar orqali ulardan umuman chiqindi chiqmaydi. Ularni ishlatadigan qog'ozimiz ham tabiatda birinchidan u qayta ishlangan qog'oz, ikkinchidan u tabiatda to'liq parchalanib ketadi. Plastikni nafaqat ishlab chiqarilgandan keyin uni qayerga olib borishni muammosi, balki u boshidan ishlab chiqarmayotgani uchun hozirda bu eng optimal yo'l hisoblanadi va bizni mahsulotlarimiz o'sha refill va nol chiqindi konsepsiyasida bo'lgani uchun ham ular shaklan juda kichkina. Tabiiyki, ular o'sha CO2 emissiyasini juda ham kam oladi. Parashok, kir yuvish vositalariga nazar tashlasak, butilkada 80-90% suv hisoblanadi. Atiga undan 8-10% konsentrat hisoblanadi. Mahsulotlarni import qilishda ham, uni ishlab chiqarishda ham suv resurslariga isrof bo'ladi va u og'ir bo'lgani uchun biz ko'proq CO2 emissiyasini ishlatamiz va albatta bu tabiatga juda ham zararli. Shuning uchun bizni konsepsiya birinchidan o'sha hozirda bo'layotgan iqlim o'zgarishini yumshatish va insonlarda o'sha ekologik madaniyatni ham oshirishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Sizni startapingiz qisqa vaqt ichida minglab iste'molchilarga yetib bordi. Sizningcha aholining ekologik mahsulotlarga bo'lgan qiziqishi ortib boryaptimi? O'zbekiston bozorini boshlashdan oldin katta tashvish bor edi. Ya'ni bizda yillar mobaynida tozalasa yoki yaxshi hid bersa optimal variant hisoblashadi. Xavfsizlik darajasi eng oxirgi o'rinda turadi. Lekin bizni birinchi xavfsizlik, inson salomatligi uchun zarar bermasin degan qadriyat bizda kuchli bo'lgani uchun hamda chiqindilarni kamaytirish bo'lgani uchun ham bizda qandaydir qo'rquv bo'lgan. Lekin buni boshlaganimdan keyin qanchalik darajada o'sha mijozlarning xursandligi, bizni o'zimizga nisbatan ishonchimiz oshib bordi. Yaqinda sizni startapingiz Markaziy Osiyoda Best Eco Startup nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Bu xalqaro e'tirof siz uchun nimani anglatadi? Qo'shni davlatlardan 25 tadan oshiq eko startaplar qatnashgan. 3 kun 4 kun davomida ular bilan treninglar o'tkazdik, loyihasi bilan tanishib, fikr almashishlar bo'ldi. Bir narsaga ishonch hosil qildimki, eko startaplar bizni O'zbekistonimizda to'liq kuchga egaligini ko'rdim. Hozirgi bo'layotgan iqlim o'zgarishiga, chiqindilarni boshqarish bo'yicha bo'lgan muammolarga yechimlarni bizni O'zbekistondagi startaplar bera oldi. Va bu bizni juda ham xursand qildi. Bu imkoniyatni biz uchun bergan Ekologiya milliy qo'mitasiga biz juda katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Darhaqiqat ekologik muammolarga yechim har birimizning kundalik tanlovimiz va u mana shunday innovatsion tashabbuslardan boshlanadi.